Yakkasaroy 2 xona Yevro remont hamma mebel texnikasi bilan Novostroyka uyimizni ko'rsatamiz, qani ketdik. Televizor va konditsionerlarni ko'rdinglar, kirush prixoshkamiz umumiy maydoni 47 kvadrat metrdan iborat. Bu yoqda o'zini ajoyib sanuzel qismi joylashgan, sovg'asiga mana bu ajoyib kir mashinasi qo'shib beriladi. Bu yoqda keng va shinam ota-onalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Televizor, garderobli shkaflarni ko'rdinglar. Ko'rib turgan barcha mebel texnikalar qoladi. Bu yoqda balkon qismida choy ichib o'tirsangiz bo'ladi. 13-qavatdan qaraganingizda sizlarni mana shunaqa chiroyli atmosfera kutib oladi. Mo'ljalimiz Bratskiy Mogila. Bu yoqda ayollarimiz yaxshi ko'rgan oshxona qismi joylashgan. Oshxonadagi barcha mebel texnikalar dit bilan joy-joyga joylashtirilgan. Sifatli katyolni qismlarini ham ko'rishingiz mumkin. Bu fayzli xonadonimiz 16 qavatli domni 13-qavatida joylashgan. Uyimiz narxi $86,500. Bu uyimizni sotib olib $700-800 ijaraga berib qo'ysanglar bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun telefon raqam qoldirdim.